Assalomu alaykum do'stlar. Tabaka Center kafesini oldidagi Business House domimizni bugun 4-qavatda inshaalloh yomg'irli kunlarda sotuvda. Video chekadichi yurib olasiz. Maqqa yurib bering aka. Bularga aytib deb turish kerak bularga. Turaveradi bo'lmasam. Bu manzarani qaranglar go'zalligini. O'zini juda ham chiroyli skverlarga ega bo'lgan. Bularni ko'radigan bo'lsangiz, bilmayman, biram bahri dili ochiladi bir insonni qaranglar, mashalloh. Mana bu yerda ota-onalar o'tirishib, gaplashib, mana bu yerlarda bola-chaqalar o'ynaydigan joylari, archalar ekib qo'yishgan. O shahrida juda ham bir pishiq ishlarda bo'lgan, chiroyli, mustahkam ushbu domimizni bugun 4-qavati sotuvda. Do'stlar, Tabaka Center kafe tomonidan kirganimizda birinchi podez, o'ng qo'limizdagi ushbu podezimiz bo'lyapti. O'zi lift kerak yo'q, chunki 4-qavat bo'lyapti. Komersiy hisoblaydigan bo'lsak, 2-qavat bo'lyapti. Liftdan tushamiz. Tushganimizda o'ng qo'l va chap qo'ldagi ushbu kvartiramiz bo'lyapti. Yo, bismillah do'stlar, 4-qavatga ham lippillab olib chiqib oldik. Do'stlar, 76 kvadrat ekan. Bu yerimiz xullas kirolishimiz bo'lyapti. Eshikdan kirganimizda chap qo'limizdan boshlaymiz. Bu yerda bitta xonamiz bor va bu xonamizning o'zini alohida romi bor. Ya'ni bu yerdan detskiy ploshatkamiz, domni ichi ko'rinib turadi. 2 qavatli komersiy hisoblanadi, bilasizlar, 2 qavatli. Bu ya'ni 2-etaj bo'lyapti. 2 qavat komersiyni ustidan uje 1-2 hisoblasak, bunday hisoblaydigan bo'lsak 4-etaj. Kirganimizda endi hozirgi xonamiz oldida yana bitta xonamiz bor. Bu kuxnya ekan. Chunki gazlarimiz shu yoqqa o'rnashgan ekan va bu yerda ham o'zimizning chiroylikgina bir romimiz bor. Mana do'stlar, bu keyingina. Endi bu yerdan chiqamiz. Ya'ni eshigimizdan kirganimizda qo'limiz oldida alohida bu misol uchun dush uchun kattagina keng bitta xonamiz bo'lyapti. Mana bu, ya'ni bir hojatxona qiladigan bo'lsanglar ham misol. Bu ham juda ham katta ekan, rakvina, xullas hamma yo'q sig'adi buning ichiga do'stlar. Mana ikkita xona alohida bo'lyapti. Endi buni oldida yana bitta xonamiz bor. Do'stlar, mana. Mashalloh. Bu xonamiz ham bilmem bir detskiy spalni yoki o'zinglar uchun kattalar yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Va buni o'zini alohida juda ham go'zal terrasasi joylashgan. Voy, mashalloh do'stlar, qaranglar. Bu yerdan Qurmonjon Datqa ko'chasi, ha? Oldimizda ana Tabaka Center kafelari ko'rinib turadi. Bu yog'imizdan Alimbey Datqa ko'chalari do'stlar. Qanday go'zal. Yaqinda ana bu yerga City domlar tushib qoladigan bo'lsa, bundan ham go'zal manzara va juda ham teva emas, juda ham past emas. Chunki liftlarda ham do'stlar keragi yo'q. Qirg'iziston O'sh shahri, ulitsa Qurmonjon Datqa ko'chasi 4-qavatdagi 76 kvadratlik domimiz pishiq ishlarda bo'lgan. Endi bu domimizni puli do'stlar dogovorni ekan. O'zinglar kelib gaplashtirib, shap olasizlar. Juda ham shashilish turdaligi uchun do'stlar 0555 bilan 27 55 22. Qaytaraman, 0555 bilan 27 55 22. Do'stlar, hammalar Ramazon oylari muborak bo'lsin. Doim salomat bo'linglar.